Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, hurmatli qadrdon baliqchilar. Biz yangi joyga keldik. Kechroq keldik, sababi endi bir kechqurun qolib ham baliq tutib ko'rmoqchimiz. Sababi har safar shomga yaqin uyga ketardik. Endi ko'pchilik aytayaptiki, kechqurundan bir yaxshi baliq yuradi. Kechqurundan bir proba qilib ko'ringlar dedi. Xudo xolasa kechqurun proba qilib ko'rmoqchimiz. 4 kishi keldik. Zo'r joylar mana. Meni sheriklarim. Xudo xolasa inshaalloh shomdan keyin yaxshi bo'ladi deyapti. Xudo xolasa zo'r joylar. Buyoqlarni ham bir ko'rsatib ko'ray. Endi bu yerda bilganlar biladi, ko'pchilik kelgan bu yerga. Asosan kechasi ov yaxshi bo'lgan bu yerlarda. Zakan, chuqur, suv yaxshi. Hozirgina yomg'ir yog'ib tindi. Xudo xolasa bir 10-11 ga dur bo'lmoqchimiz. Qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Qalmalarni solib qo'ydik. Inshaalloh rizq beruvchi Razzoq, rizqimiz bo'lsa tutamiz. Tuta olmasak xafa bo'lish yo'q. Ko'pchilik muxlislar ham xafa bo'lyapti, sizlar o'zi baliq tutasizlarmi deb. Endi omadimiz kelmayapti-da, buni tan olamiz. Omadimiz kelganda kelgan. Endi hozircha omadimiz kelmay turibdi. Buni sizlar to'g'ri tushunishinglar kerak. Bu baliq ovda nimagadir har doim ovimiz barordan kelavermaydi. Endi baliq yildan yilga ozayib ketyapti. Ko'ryapsizlar. Endi inshaalloh Xudo xolasa harakat qilamiz. Agar kechqurun ilasi ham, fanar yaqib bo'lsa ham videoga olib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Inshaalloh. Endi hozircha jimjitlik po'kakka ilon-chon soluvdim. Moment yeb ketibdi. Bilganim ham yo'q. Endi hamar solib ko'raman, Xudo xolasa. Xo'sh, hamar solib ko'raman. Hamar ham reylik suvga bo'lgan. Mannikasha, qozoq kepak, revit suv, hidi yaxshi. Xudo xolasa ko'ramiz. Bismillah ala rasulillah. Mesela chuqur berlar, endi taxminan 1,5 metr qo'ydim chuqurligini. To'kay ham yaxshi turibdi. Ozgina qizil joyi ko'rinib turibdi. Zapretga ham oz qolyapti. 16-kundan zapret. Biz ham keyin 1 oy, 1,5 oy baliq kelmasa kerak. Uyda ishlarni qilib olamiz, Xudo xolasa. Albatta zerikarli bo'ladi, iloji yo'q. Qonun qoidaga bo'ysunamiz. Nar tomonda akaxonlar abed qilyapti. Bu yerda biz sheriklar Endi qorong'i tushmay sizlarni bir tanishtirib qo'yib bo'lar bilan. Ko'ryapsizlar, yaxshi joy. O'tgan yillari kelganmiz, bu ko'pchilik keladi. Ko'pchilik baliq tutgan. Nihoyatda chuqur yaxshi joylar. Suv ham tiniq. Xudo xolasa. Ossutoyda ko'rindi, bir qarishlik karaslar suzib yuribdi. Lekin kattasi hali ko'ringan yo'q. Endi Xudo xolasa kattasini kechqurun harakat qilamiz inshaalloh. Bugun nachopga qilmoqchimiz. Ertamangacha emas, bir 9, 10, 11 ga dur o'tiramiz Xudo xolasa inshaalloh. Sharoitga qaraymiz. Soqitmasak o'tiraveramiz, ko'ramiz endi bu sheriklar jinday. Yosh kattaroq ketamiz desa ketilaveradi. Tortyapti, eshak qurt yeb ketyapti, ilon-chon yeb ketyapti deyilyapti. Demak, baliq bor ko'rinyapti ham. Pastda o'slarga ekranga ko'rinmayapti. Bir to'dasi yuribdi O to'dalash yurgan baliqlarni ko'rdim. Buni hamiriga cho'ta qiziqmadi. Sherigim aytayaptiki, eshak qurt tortyapti. Shunga bitta eshak qurt qo'yib ko'raman. Qani? Bismillah ala rasul. Bismillahirrohmanirrohim akbar. Tavakkal, lekin buni uduchiga undan katta eshak qurt hech qo'ymagandim. Endi ko'raychi.
Bunga ozgina xamir qo'yilardi oldinlari, endi hozir xamirni juda qiziqmadi. Eshak o't ko'yib ko'raman. Ya Robbim Alloh. Quyosh chiqib turganda bir atroflar tanishtirib qo'y, hozir qorong'i tushsa syomka ham qiyin bo'lib qoladi. Mana sherigimiz taqsir. Taqsir katta baliqchi bu. Staji ham 28 yil. Yalan böyle tanıştırıp qo'yaman, juda zo'r joylar mana. Xudo xolasa. Haqiqiy. Mana sheylarimiz o'tiribdi. Nar tomonda ham bolalar o'tiribdi. Xudo xolasa inshaalloh bugun baliq tutamiz. Fanarlaringiz bor-a, taqsir? Ha. Hali kuchli fanaringiz bormi? Mana. Ham sherigimiz sog'lik omad aka. Terimizga ilinib qoldi aka. Terimizga ilinib qoldi. Ana balakay, staji katta baliqchimiz. Xudo xolasa katta umidlar bilan o'tiribmiz. Tortyaptimi? Tortsalar qiziq bo'ladi-da, agar tortmasa qiziq bo'lmaydi uncha. Nar tomonda ham o'tiribdi mana. Ha, maka solib qo'ydingizmi? Eshak qursog'ini bir ko'rib qo'yaychi. Qo'shimiz yeb ketyapti dedi bizdan cho'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senden özge ilah yok. Pastga tushmayapti u. Nimagadir? To'kay tepaga ko'tarilish kerak. Nima bo'lyapti? Tosh yengillis, endi toshni og'riq, undan og'ir qilsangiz bo'lmaydi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana po'kayni almashtirdim. Chunki u po'kak juda ingichka ekan, hozir qorong'ida ko'rinmaydi. Mana yarkiroq, rangliroq uduchi po'kak qo'ydim. Ko'ramiz xudo xolasa. Suvda cho'kib ketyapti, bilinmayapti ham. Mana. Ana. Xudo xolasa endi mana yaxshi ko'rinyapti. Eshak qursov qo'ydim, ko'ramiz. Tortyapti, yeb ketyapti endi. Tishlab endi mayda baliq. Xudo xolasa. Yaxshi niyat qilib mana uni tayyorlab qo'ydim. Ajoman shunga yarashasi bo'lib qolsa, tayyor qilib qo'yapman. Hozir kechasi endi buni potir-potir bo'lib qolgan paytlar ham bo'lganda, tayyor tursa olamiz, baliq tagidan ilamiz xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi niyat qilib men tayyorlab qo'ydim. Ha, eshak kurkudi rosa o'ynatdi. Menimcha mayda baliq uni yeb bo'ldi. Mana yeb ketdi. Hayronman nima qo'yishgan, hayronman endi hozir. Kechirguncha mayda baliq o'ynab beradi. Endi ilonchon qo'yib ko'raychi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana energetik kelishuvlar 30 kunlik energetik hududlarni masalan nishonga olmaslik juda qattiq Qo'shma Shtatlar tomonidan talablar ilgari surilgan yoki Rossiya ham Ukraina ham ilonchonni soldim. Ras o'ynatishadi endi ko'ramiz. Bismillah ala rasulillah. Allah senden özge ilah yok. Ya Rabbim Allah. Ana.
Ko'rinayotgan bo'lsa mana To'kayni ko'rasizlar hozir. Ha, To'kayda rosa o'ynatyapti mayda baliq mana. Sekin qorong'i tushyapti, xudo xolasa endi shomdan keyin katta baliq yuradi. Xudo xolasa inshaalloh uni ham so'mga qilamiz. Yovvoyi tabiat mana ko'ryapsizlar. Nihoyatda chiroyli joylar. Baliqlar ham suvda ko'rinib turibdi. Endi xudo xolasa qorong'i tushganda katta baliq yuradi inshaalloh. To'kasdagi ko'rinyaptimi yo'qmi? To'kayda o'ynatyapti. Endi shom bo'lguncha mayda baliq shunaqa qiladi. Xudo xolasa endi hozir qorong'i tushsa inshaalloh. Faqat katta baliq qoladi. Sizlarni tanishtirib ko'ray. Bitta baliq o'lib yotibdi, o'lib boqyapti mayli. Yaxshi gumonda bo'lamiz mana. G'irt yovvoyi tabiatda mana. Mazza joylar. Yozda ham salqin bo'ladimi? Daraxtlar bor, butalar bor. Shu tomoni yaxshi. Yozda kelsanglar ham bo'laveradi. Mana yovvoyi tabiat bu yoq. Ko'pchilik aytishi mumkin, bizga ha deb tabiatni maqtamasdan tutgan balig'ini ko'rsat deydiganlar ham bor. Endi gap borchi, hozircha chiqqan yo'q baliq. Chiqsa biz ham jondek ko'rsatamiz. 4 kishimiz hali hech kimga baliq chiqqan yo'q. Harakat qilinyapti. To'kay ko'rinyapti yo'qmi sizlarga rosa lapshayludim, mayda baliq o'ynatyapti. Telefon jiringlab qoldi. Ilon-chuvonni o'ynatib tashlayapti. Mayda baliq yurtdi. Chuvalashtirib yuboryapti mana. Chuqurligini ham chuqurroq qo'yib ko'raman. Qani bismillah, ana rasulillah. Alloh. Endi yitda mayda baliqda ham nafsi bor. Endi mayda baliq yeyapti demasdan chidash kerak. Harakat qilish kerak endi. Bo'yla ham bor, bo'yla qo'ysangiz turaveradi. Maydasi ham tegmaydi, kattasi ham tegmaydi. To'kay ko'rinayotgan bo'lsa, mana ko'rasizlar. Tortib tashlaydi. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, o To'kay tortyapti. Endi To'kayim kichkina. Hozir eshak qilib soldim. Tortyapti, lekin menimcha mayda baliq. To'kayni almashtiraman, juda kichkina bu, hali kechasi qizlanaman. To'kayni almashtirmasam bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar. To'kayni tortyapti. To'kayni almashtirmasam bo'lmaydi bu. Hozir endi qorong'i tushadi, qiylanaman. To'kay mana kichkina ingichka ko'rinmayapti-da. Keyin shom bo'lyapti mana. Hop bitta yangi qo'shni keldi bizga. U kuni mashidan 4 kilo sazan chiqardi, krevetkaga deb bizga rasmini ham ko'rsatdi. Ungacha ishonmadik. Rasmini ko'rsatdi. Abdan keyin chiqargan ekan. Hozir kelib mana biz yonimizda o'tiribdi. 4 kilolik sazan bo'lsa, bu yerda zo'rku, mana baliqlar ham irg'ishni boshladi. Malaka baliqlar irg'iyapti, ko'ryapsizmi? Irg'iyapti baliqlar sekin. Mana 5-6 kishi qator o'tiribmiz, xudo xolasa.
natija bo'ldi, videoga olamiz inshaalloh.